Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. 2018 yılı Amerika-Jungo fan-texnika munosabatlari qayta tafsilin. Avvalgi bir-biriga tayinish, sovuq munosabatlar urushi qaror taraqqiy qildi. Avvalgi davrlardagi bir-biriga tayinib kelishgan sovuq munosabatlar urushi qaror taraqqiy qildi. 2019 yılı Amerika-Jungo ikki davlatlarning fan-texnika sovuq munosabatlar urushi texmo cho'nqirilishida. Demak 2009 yil Şunlaşqa belki bütün yer şehri ikki o'xshash bo'lmagan sistema ve lagerga bölündü. Ayrım halda bu ikki lagerning birisiga Amerika, yana birisiga Jungo yetakchilik qildi. Jungo shu darajaga yetdimi vatandaş biz xato shuni vatandoq yoki bu ishlarni Jungo shu darajaga yetdimi? Ikki lagerning birisiga Amerika, birisiga Jungo yetakchilik qildi. Aynı çağda ikki lagerning birisiga Amerika, birisiga sobiq Sovetlar ittifoqi yetakchilik qilgan. Savdo urush to'xtagandan keyin o'tkazilgan 100 savdo suhbatiga fan-texnika sohasida cheklash ko'langi tashladi. Demak 2019 yili hozir fan-texnika sovuq munosabatlar urushi boshlandi bo'lgan bo'lsa 1-oyning 7-kunidagi Beijingda o'tkazilgan savdo suhbatiga fan-texnika fan-texnika sovuq munosabatlar urushi ko'langi tashlaydi. Bloomberg agentliklar xabariga asoslanganda Amerika savdo suhbat vakili Mavin Chipri Grish 1-oyning 7-kuni Amerika savdo suhbat vakillarini boshlab Beijingga yetib kelib, savdo suhbat masalasini suhbatlashdi. Jungo taraf Amerika bilan Jungoni bir oyda 100 ming suhbat o'tkazdi. 1-oyda Jungo taraf Amerika bilan Jungoni 1-oyda 100 ming suhbat o'tkazdi. Bu demak ikki davlat rahbarlari 12-oyning 1-kuni 90 kunlik muhlat bilan savdo urushini to'xtatish kelishim imzolagandir. Balki tunji qatim 100 ming o'tkazilgan suhbat bo'ladi. Lekin bu qirg'ayda yoshki davlatdan jiddiy savdo munosabatlarini pasaytirish mümkün bo'lgan bu savdo suhbati hamda Prezident Trumpning o'tirib qo'yishi mumkin bo'lgan texnika mas'uliyatlariga aloqador ma'muriy buyruqning ko'langisida qoldi. Savdo suhbati hozir fan-texnikaga oid Prezident Trump e'lon qilgan ma'muriy buyruqning ko'langisida qoldi. Texnika mas'uliyatlari to'g'risidagi ma'muriy buyruq. Reuters agentliklar xabar qilib bunda ko'rsatdi. Prezident Trump dal hozir yana bir yilda bir parcha ma'muriy buyruq e'lon qilishga tayyorlik qilyapti. Yani Amerika bu davlatning jiddiy holatga o'tganligini jakarlaydi. Shu darajaga yetib keldimi vatandoshlar? Yana bir yilda bir parcha ma'muriy buyruq e'lon qilishga tayyorlik qilyapti Prezident Trump. Yani Amerika bu davlatning jiddiy holatga o'tganligini jakarlaydi. Hamda Amerika shirkatlarining Jungoning Huawei shirkati va Jumishing shirkati ishlab chiqargan ko'r aloqa uskunalarini ishlatishni cheklaydi. 2018 yili Amerika Jungo fan-texnika savdo munosabatlar urushini nishon qarab taraqqiy qildi. 2018 yili Amerika Jungo munosabati fan-texnika urushi nishoni qarab taraqqiy qildi. Amerikaning Jungoning fan-texnika taraqqiyotidan ansirishi 2018 yilning 5'ida boshlangan edi. 2018 yili yangi yil boshlanish bilan Amerikaning ikkinchi cho'ng ko'chma savdo shirkati AT&T Jungoning Huawei shirkati ishlab chiqargan yanponni Amerika bozorlarida sotishni bekor qilganligini tuyuqsiz jakarladi. Yani 2018 yılının 5'ida yer shahri siyosiy xavf xatar bo'yicha maslahat shurosi shirkati Yevroosiyo guruhi
Bu organın yer şarı karakterlik xatar doğrusu dokuladı da bu dokulatın keres sözü de yer şarı pen texniki soğuk münasibetle urişi 2018 yılı yer şarı boyunca 3 çoğun xatarının biridir dep görsetken. Pen texnik soğuk münasibetle urişi yeni uçur texnikisi rekabeti de gövdelidir. Bu asaslığı Amerika bilen Cungo oturuşudu 101'de. Amerika Cungo soğudu uruşu ötken yıl 3. ayda başlanıp uzun ötmey Euro Asya grubu yer şarı pen texniki siyasi işlerini mesulü, pen texniki siyasi işleri mesulü Paul Trillo. Ötken yıl Washington'da 5. ayda mındak digen. Cungo bilen Amerika soğudu uruşuğa kirip kaldı. Digenden göre pen texnika sahası da soğuk münasibetle uruşuğa kirip kaldı digen tüzük. Belki bu yaş iki devlet otursuzluğu soğudu sohbetini tehama mürekkepleştirmedi. O mındak dedi. Hazırki ahvalımızı karanla. Ben bunu bir meydan soğudu uruşu dep karamayman. Belki bir meydan Amerika ile Cungo oturusu başlangan pen texnika soğuk münasebetle uruşu dep karayman. Çünkü bunun kayını Cungo'nun baş götürüşüden Amerika'nın en süreçleri var. Belki bu plan bunda en süreçte tehame cumhurlaştırıp etti. Çünkü bu Amerika yetekçilik orun turup kilivatkan saha idi. Bu her kandak soğudu sohbetlerin neticelerini mürekkepleştirip idi da. Dikkat kıldınız mı? Bu her kandak soğudu sohbetinin neticelerini mürekkepleştirip idi. Çünkü bu plan soğudu ticaretinin sırtıda nurgan meselelerle berip ketelidir. Bu yerde Trillo, Paul Trillo, tilgayla vatkan plan cümleden Cungo'nun cugullanma tokkülüyü sanatı salgan mebleği. Bu şun doğru tercüme kıldım mı hatam bilmeyen vatandaş beni geçirip. Cungo'da yasaldı 2025 yıl planı. Hem de yeni bir evlat akli iktidar. Terakkiyat planı katarlıklarını öz içine alır.